Salom barchaga, sizlar bilan Sir Abduxatov YouTube kanali. Bugungi videoda biz sizlar bilan kompyuterda DLS'dagi o'yin va olmos yig'ishni o'rganamiz. Demak, bizda kerak bo'ladi LD Player 9 dasturi va LD Multiplayer. Xo'p, demak LD Playerga hamma ochganingizda misol boshni yuklab ko'rsatishni keyingi videoda ko'rsataman. Ochganingizda Google akkauntingizni kirgizasiz, boshqasini kirgizasiz va DLS'ni o'rnatasiz. DLS bo'lishi kerak. Xo'p, demak DLS bo'lsa, sizda demak LD Multiplayer degan narsa ham o'rnatiladi. LD Playerni o'rgatganingizda va unga kirasiz. Mana men kirganman. Kirsangiz, sizda bunaqa bo'lmaydi. Hozir ularni o'chirib tashlayman-da. Qarochi o'chirib yo'q bo'ladi, bitta bo'ladi, mana raqamsiz bo'ladi va birinchi navbatda siz kirgizasiz. Add instance deb bosib, new instance xohlasangiz, clone instance qilsangiz mana shu oyna 6 ta bo'ladi. Ya'ni ochsangiz xuddi shu oynaga kirasiz. U foydasi yo'q. New instance qilasiz. Nechta kirgizmoqchi bo'lsangiz shuncha qilasiz. Misol 3 ta kirgizsam, 3 dan bosaman, confirm bosasiz va yana 3 ta kiriladi sizda. Xo'p, hammasiga bosib akkaunt kirgizib DLS o'rnatib ochib chiqishingiz kerak. Keyingi navbatda o'shalarga kirasiz va bittasini ko'rsataman men hozir. Mana LD Player'ning o'zi birinchisi va DLS ga kiraman. Xo'p, kirdim. Mana sizlarga ko'rinish uchun full ekran qilib qo'ydim. Kiradi. Kirdi akkauntga. O'zingizni akkauntingizni kirgizgan bo'lasiz. Misol, qaysi akkaunt kirdi, o'yin dedim. Hozir chiqib ketaman. Xo'p, continue. Tak, yutqazdimmi? Edes va o'yinga kiraman. Kirishdan oldin avtomatik o'ynash uchun Ctrl 8 tugmalarini bosaman birdaniga va Start Recordingni bosaman. Bo'ldi, endi bot nima qilsam shuni yozib oladi. Play deb bosaman. Play deb bosdim. Xo'p, o'yinga kirdim. Stop qilib turaman-da, sizlarga ko'rsata olaman. Sizlar o'yinga kirgandan keyin yoqsangiz ham bo'ladi. Demak, game settingsda goal to goal qilib qo'yasiz. Buni 30 ga tushirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Va resumeni bosasiz. Men yoqdim va nima qilsam shuni yozib oladi. Mana tugmalar yozib qo'yilgan o'zi. Solini bossam pas berar ekan. Bot nima qilsangiz shuni o'ynaydi keyin. Mana demak, mana o'yin yakunlab bo'ldik va e'tibor berishingizni so'rayman. Bu tugmalarni teparoq iloji boricha hozir uni ham o'rgataman. Chiqamiz. Buni bosib qo'yamiz. Tanga qo'shildi va mana bu yerda end recordingni bosamiz. Tak, bu yozildi. Bu misol mana ikkinchisi. Buni boya yozib ko'rganman. Demak, bu yerda ozgina xatolik kesibdi. Что siz misol bitta o'yin emas, ya'ni 3 ta 4 ta o'yinni qaytadan qilsangiz ham bitta yozsangiz ham bo'ladi. Ya'ni tepasidagi misol bosasiz va 3 ta 4 ta o'yin qilib end recordingni bosib yoqib qo'ysangiz 3 ta 4 ta o'yinni avtomatik o'ynab ketaveradi. O'zingizning uyingizdagi o'yinga misol men bosdim, mana qarang. Bosdim. O'zi o'ynaydi endi. Mana o'zi kirdi. Az ko'rasiz. Bosyapti o'zi. O'zi boshladi. Bunga alohida yozish kerak-da. Qarang, o'zi ketyapti. Men tugmalarga tegmayapman men. Mana sichqoncham bu yerda. Bunga alohida tugma yaratib qo'yish kerak. Что hozir bu mehmonda o'zimning uyimdagi o'yinga va narg'isi mehmondagi o'yinga-da tushunmoqchi bo'lsangiz, hozir bu o'ziga urib qo'yadi. Shuni ham to'g'rilasak, hozir menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Start recordingni bosamiz. Tak, birinchi bu o'yinni hozir bu o'yindan chiqaylik-da. Mehmondagi o'yinni kutaylik. Tak, mana chiqib oldik. Xo'p, Sassuolo mehmondagi o'yin chiqquncha o'tkazamiz-da. Keyin yana qaytadan boshlaymiz.
Reklama iloji boricha yoniq qo'yish kerak sizda. Reklama bor. Xo'p, stadion ko'ramiz. Chiqamiz. Yangi akkaunt xalaq beradi ozgina. Yana nima? Qizamiz Postmus. Xo'p, mayli, ko'ramiz buni ham. Chiqamiz. Dream Teams. Xo'p. Mana o'zimiz uydagi o'yin va start recording bosib qo'yamizda, play bosamiz. Bosib tashlaymiz bu yoqda. Bo'ldi, o'zimiz uyimizdagi o'yin. Endi to'pni olib qo'yishimiz kerak bulardan. Iloji boricha shu gol to gol bo'lsa, misol anglashilmovchilik bo'lmaydi. Mehmondagi o'yinga ham xato o'ynab qo'yish mumkin. E'tiborli bo'lamiz shunga. Va mana ketdi. Shunaqa pasga bosib yuramiz. Bu odatda o'yin yozildi hisob, keyin reklamaga ko'pincha mana harbalarga berib qo'yamiz. Bu bilsangiz o'yinni yutish yo boshqa narsaga emas, reklama uchun ishlaydi. Bu instance multi control bor. U pulli narsa. Bu sun'iy intellekt tomonidan qilinadi. Uni ham aniqlashtiramiz. Faqat bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz va men bu o'yinni yozib olib, demak, keyin ko'rsataman sizlarga. Va mana o'ynab bo'ldim men. O'yin tugadi va keyin risk bilan tunni bosib, mana shularni kutib turish kerak. Demak, reklama vaqti sizlarga o'zimizning kanalimizni tavsiya etib qolamiz. Bu TLS 26 yangiliklari, bu yerda oxirgi chiqqan yangiliklar, обновлениялар va turli xil qiziqarli rasmlar joylanib boriladi va birinchi tillikda akkaunt savdosi ham bo'lib ketaveradi azizlar. Bosh admin Sarvarbek TLS anchadan beri o'ynaydi va men shaxsan bu kanalda admin hamman, ya'ni mendan misol tushunmaganlaringizni shu kanalga o'tib so'rab qo'yishingiz mumkin. Sizga DP kerakda, misol faqat DP kerak bo'lsa, DP vatanga continue bosib qo'yasiz. Live o'yin ochibdi. DP kerak bo'lsa, o'sha reklamani ko'rasiz, DPning ustiga bosib. Keyin demak tugagandan keyin bosib qo'yasiz, bo'ldi mana. Keyin yana o'yinga bosasiz, shunaqa qilib almashtirasiz. O'ylaymanki bugungi videoni tushungan bo'lsangiz kerak. Misol sizda ortiqcha kompyuter bo'lsa, eski bo'lsa ham unaqa qimmat shart emas bunga. Shu programmani tortib qo'yib, o'zingizni akkauntingizni o'tkazib, bittasi bo'lsa ham, misol bo'sh vaqtingiz Instagram ko'rib, oltida o'tirib, TLS o'ynamangiz kelsa, shunaqa bir 10 minut 20 minutlik ish qilib qo'yasiz. O'zi o'ynab turadi, reklama ko'radi, DP oladi, boshqa qiladi. Boshida 1 soat 2 soatlik zapis yozasizda, 20 minut 30 minutda уже bemalol hozir tangangizni ham, DPingizni ham, sezon passingizga bo'lsa, sezon passingizni ham ko'paytirib beradigan narsa-da bu. Va o'ylashimcha hali o'zbek YouTube kanallarida unaqa narsa chiqmadi. Umuman hech kimni ko'rsatgisi ham kelmaydi, chunki o'zini yetgan noniga tupurish deganda bu, misol shu pul topib, boshqa qilib, shu narsada yurgan bolalar borda. O'ylashimcha xalqqa foydasi tegsa bo'ldi hozircha menga. O'zimga unaqa narsa kerak emas. Lekin o'zimda shu agar tushunmasangiz yoki kompyuteringiz bo'lmasa, shunaqa tangish xizmati bor. Videoga like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Sayr Abduxatov YouTube kanali bo'ldi.